Agar siz yoki yaqinlaringiz 6 yoshdan oshgan bo'lsa, bugungi mavzu sizga bevosita tegishli. Oxirgi paytlarda ko'p odamlar shunday shikoyat qilmoqda, onamni operatsiya qilishmadi, yoshi katta deyishdi. Otamni kasalxonaga yotqizishmadi, 6 dan oshganlarga joy yo'q deyishdi. Poliklinikada faqat dori yozib berishdi, tekshiruvga yuborishmadi. Eng xavotirlisi odamlar orasida 6 yoshdan keyin davolashmaydi. Tepada maxfiy buyruq bor ekan degan gaplar tarqalmoqda. Men bugun shu masalani juda aniq hujjat va ommaviy hayot nuqtai nazaridan tushuntiraman. Qaysi holatda shifokor haqli bo'lishi mumkin? Qaysi holatda bu ochiqdan ochiq qonunbuzarlik, bemor va uning yaqinlari nima qilish kerak? Qanday hujjat talab qilish kerak? Qayerga shikoyat qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu mavzu ertaga sizning uyingizga ham kirib kelishi mumkin. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Faqat olim yoshdan oshgani uchun odamni davolamaslik, tekshirmaslik yoki kasalxonaga yotqizmaslik mumkin emas. Tibbiyotda yosh muhim omil, lekin u yakka o'zi hukm chiqaradigan mezon emas. 12 yoshli odam sport bilan shug'ullanishi, yuragi yaxshi ishlashi, bosimi nazoratda bo'lishi mumkin. 45 yoshli odamda esa diabet, yurak yetishmovchiligi, buyrak muammosi, qon bosimi va boshqa og'ir kasalliklar bo'lishi mumkin. Demak, qaror pasportdagi yoshga qarab emas, bemorning umumiy ahvoli. Tashxis, xavf darajasi, tahlillar, instrumental tekshiruvlar va tibbiy ko'rsatmaga qarab qabul qilinadi. Oldin qanday edi? Ko'p odamlar eslaydi. Shifokorga borsa, yoshi katta, nima qilamiz endi, uyda qaranglar degan gaplarni eshitardi. Ayrim joylarda bu norasmiy odatga aylangan edi. Ya'ni qog'ozda davolamaymiz degan qoida yo'q, lekin amalda bemorga yetarli e'tibor berilmaydi. Hozir esa odamlar savodliroq bo'lib qoldi. Telefon bor, ijtimoiy tarmoqlar bor, har bir holat ommaga chiqyapti. Shuning uchun ommaviy shikoyatlar ko'paydi. Bu yaxshi tomoni ham bor. Tizimdagi muammolar yashirin qolmayapti. Nima o'zgardi? Birinchidan, sog'liqni saqlash tizimida protokollar, yo'llanmalar, navbatlar, kvotalar, sug'urta va budjet hisobidan davolanish tartiblari kuchaydi. Ikkinchidan, shifoxonalarda joy, apparat, mutaxassis va operatsiya limiti har doim ham yetarli emas. Uchinchidan, ayrim murakkab muolajalarda shifokorlar bemorning hayoti uchun xavfni hisoblaydi. Masalan, narkoz ko'tara oladimi? Yurak operatsiyaga bardosh beradimi? Qon ivishi qanday? Insult xavfi bormi? Shu joyda ayrim bemorlarga sizga mumkin emas deyilishi mumkin. Lekin bu gap asosli bo'lishi kerak. Yoshingiz o'tgan degan bitta jumla asos bo'la olmaydi. Men bu masalani oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 64 yoshli ayolda o't pufagida tosh bor. Og'riq tez tutadi, ultratovushda toshlar ko'rinadi. Qon tahlillarida yallig'lanish belgilari bor. U jarrohga boradi. Agar shifokor 6000 dan oshgansiz operatsiya qilmaymiz desa, bu noto'g'ri yondashuv. To'g'ri yondashuv qanday bo'ladi? Shifokor kardiolog ko'rgini, EKG, qon tahlillari, koagulogramma, buyrak va jigar ko'rsatkichlarini tekshiradi. Agar umumiy ahvoli ko'tarsa, rejali operatsiya masalasi ko'riladi. Agar xavf yuqori bo'lsa, avval yurakni, bosimni, qandni tayyorlash kerak bo'ladi. Bu davolamaymiz degani emas, bu xavfni kamaytirib keyin davolaymiz degani. Ikkinchi misol. 72 yoshli erkakda tizza bo'g'imi yeyilgan, yurishda qiynaladi. U endoprotez operatsiyasi qilishni xohlaydi. Bunday operatsiya qimmat, kvota bilan bo'lishi mumkin, navbat bo'lishi mumkin. Shifoxona hozir kvota yo'q desa, bu boshqa masala. Lekin siz 72 dasiz, sizga protez qo'yilmaydi desa savol tug'iladi. Dunyo amaliyotida 70-75 yoshli odamlar ham bo'g'im operatsiyasi qildiradi. Agar yurak o'pka tizimi ko'tarsa, demak, bu yerda yosh emas, operatsion xavf, umumiy ahvol va ko'rsatma muhim. Uchinchi misol, 68 yoshli bemorda insult belgilari bor. Og'zi qiyshaygan, qo'li ishlamayapti, nutqi buzilgan. Bunday vaziyatda u keksaygan uyda yotsin deyish juda xavfli. Insultda vaqt eng muhim omil. Tez yordam chaqiriladi. Bemor shoshilinch kasalxonaga olib boriladi. Kompyuter tomografiya kerak bo'ladi. Qon bosimi, qand, yurak ritmi nazorat qilinadi. Bu yerda yoshga qarab yordamni kechiktirish bemorning nogiron bo'lib qolishiga yoki hayotdan ko'z yumishga olib kelishi mumkin. 4-misol, 61 yoshli ayolda qandli diabet bor. Oyog'ida yara chiqqan. Poliklinikada unga faqat maz yozib berishadi. Lekin diabetik oyoq juda jiddiy holat. Bunda endokrinolog, jarroh, qon tomir jarrohi infeksiya nazorati qani to'g'rilash
Ba'zan Doppler tekshiruv kerak bo'ladi. Agar vaqtida qaralmasa, kichkina yara gangrenaga aylanishi, keyin barmoq, panja yoki oyoqni kesgacha bo'lishi mumkin. Men bu misolni qo'rqitish uchun emas, kechiktirishning oqibatini tushuntirish uchun aytyapman. Kimlar alohida hushyor bo'lishi kerak? Yurak kasalligi borlar, qandli diabet bilan yuradiganlar, qon bosimi ko'p ko'tariladiganlar, insult yoki infarkt o'tkazganlar. Buyrak yetishmovchiligi borlar, onkologik gumon bo'lganlar, surunkali o'pka kasalligi borlar. Bu odamlar yoshim katta, endi shunaqa bo'ladi deb yurmasligi kerak. Chunki ko'p kasalliklar erta aniqlansa, yaxshi nazorat qilinadi. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar 60 yoshdan oshgan odam o'zini yaxshi his qilsa, bosimi nazoratda bo'lsa, qon normal bo'lsa, yilda kamida bir marta umumiy tekshiruvdan o'tsa, shifokor tavsiyalariga amal qilsa. Faqat mish-mishlardan vahima qilish shart emas. Lekin profilaktikani tashlab qo'yish ham mumkin emas. 60 yoshdan keyin organizmda zaxira kuchlar kamayadi. Bitta shamollash ham uzoqroq cho'zilishi, bitta bosim ko'tarilishi ham jiddiyroq asorat berishi mumkin. Shuning uchun nazorat doimiy bo'lishi kerak. Maxfiy buyruq degan gapga alohida to'xtalaman. Men bunday mish-mishlar qayerdan paydo bo'lishini tushunaman. Odam kasalxona eshigidan qaytadi. Unga aniq tushuntirish berilmaydi, yozma javob berilmaydi. Shunda u demak yuqoridan buyruq bor deb o'ylaydi. Lekin huquqiy jihatdan tibbiy yordamni yoshga qarab ommaviy rad etadigan maxfiy buyruq bo'lishi mumkin emas. Davlat tibbiyot muassasasi ham, xususiy klinika ham bemorga tibbiy ko'rsatma bo'lsa, uni ko'rishi, holatini baholashi va zarur yordam bo'yicha qaror chiqarish kerak. Agar rad etsa, rad etish sabab hujjatda aks etish kerak. Endi eng nozik joyga keldik. Shifokor har doim ham bemor xohlagan muolajani qilishi shart emas. Masalan, bemor meni operatsiya qiling deydi. Lekin tahlillar yomon, yurak yetishmovchiligi og'ir, narkoz xavfi juda yuqori. Bunday vaziyatda shifokor operatsiyani rad etishi mumkin. Bu yoshga qarab kamsitish emas. Bu tibbiy xavfsizlik. Lekin rad etish to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Qaysi tahlil yomon, qaysi mutaxassis qarshi xulosa berdi, qanday tayyorgarlik kerak, qayta ko'rish qachon bo'ladi? Yana bir tuzoq, joy yo'q degan javob. Haqiqatan ham ayrim shifoxonalarda joy bo'lmasligi mumkin. Lekin shoshilinch holatda bemorni eshikdan qaytarish mumkin emas. Agar hayotiga xavf bo'lsa, tez tibbiy yordam ko'rsatilishi, stabilizatsiya qilinishi kerak bo'lsa, boshqa muassasaga yo'naltirilishi kerak. Rejali davolanishda esa navbat bo'lishi mumkin. Lekin bemorga navbat tartibi, qaysi ro'yxatga kiritilgani, taxminiy muddat tushuntirilishi kerak. Yana bir nozik masala, kvota va imtiyoz. Ba'zi operatsiyalar, masalan, yurak stenti, protez ko'z gavhari, onkologik muolajalar, gemodializ yoki boshqa qimmat xizmatlar alohida tartibda beriladi. Bunda davolamaymiz emas. Hujjatlaringizni kvotaga topshiring, yo'llanma oling, komissiyadan o'ting degan jarayon bor. Odamlar bu jarayonni bilmagani uchun shifokorning gapini rad javobi deb tushunadi. Men har doim aytaman. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, aniq tartibni so'rang. Yana bir muammo, qarindoshlar bemorning holatini kech olib keladi. Masalan, 75 yoshli otaning oyog'i shishib yuradi, nafas qisadi, kechasi yotolmaydi. Uyda bir oy kutishadi, keyin og'irlashganda olib kelishadi. Shifokor ahvol juda og'ir, intensiv terapiya kerak, prognoz yomon deydi. Qarindoshlar esa qaramadi, yosh katta deb tashlab qo'ydi deb o'ylaydi. Ba'zan haqiqatda shifokor aybdor bo'lishi mumkin, lekin ba'zan kechikish ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun 60 yoshdan keyin o'tib ketadi deb kutish juda xavfli. Onkologiya bo'yicha ham alohida aytaman. Katta yoshda saraton aniqlansa, ayrimlar endi davolashning foydasi yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Onkologiyada qaror saraton turi, bosqichi, tarqalgan, tarqalmagani, bemorning umumiy ahvoli, qon ko'rsatkichlari, yurak va buyrak faoliyatiga qarab qilinadi. 65 yoshli bemor kimyoterapiya olishi mumkin. 78 yoshli bemor nur terapiyasi olishi mumkin. Ayrim holatda operatsiya ham bo'ladi. Ba'zi holatda esa radikal davolash emas. Og'riqni kamaytirish, hayot sifatini yaxshilash, palliativ yordam kerak bo'ladi. Palliativ yordam ham tashlab qo'yish emas. Bu ham tibbiy yordamning muhim turi. Dori masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. 60 yoshdan keyin odam bir vaqtning o'zida 5-6 xil dori ichishi mumkin. Bosimga, qandga, yurakka, qon suyultirishga, oshqozonga. Bitta yangi dori qo'shilsa, boshqasi bilan to'qnashishi mumkin. Masalan,
qon suyultiruvchi dori ichayotgan odam o'zboshimchalik bilan og'riq qoldiruvchi ichsa, oshqozondan qon ketish xavfi oshadi. Shuning uchun shifokor dori bermadi deganda ham vaziyatni tushunish kerak. Ba'zan bermaslik ham himoya bo'lishi mumkin. Lekin shifokor buni tushuntirishi kerak. Agar sizga yoki yaqinlaringizga yoshingiz katta, davolamaymiz deyishsa, birinchi qadam hissiyotga berilmasdan yozma xulosa so'rang. Og'zaki gap havoda qoladi. Shunday deb ayting. Iltimos, bemorning tibbiy holati, tashxisi, davolash yoki o'tkazish rad etilgan bo'lsa, rad etish sababi tibbiy hujjatda ko'rsatilsin. Bu gapning o'zi ko'p vaziyatda muomalani o'zgartiradi. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, ambulator karta, oldingi tahlillar, UZI, EKG, rentgen, MRT yoki KT javoblari, shifokor xulosalari, qabul varaqasi, tez yordam chaqirilgan bo'lsa, chaqiruv varaqasi, dori ro'yxati. Agar bemorda nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjati. Agar pensiya yoshida bo'lsa, pensiya guvohnomasi ham ba'zan kerak bo'ladi. Hujjat tarqoq bo'lsa, shifokor ham to'liq baholay olmaydi. Uchinchi qadam, oilaviy shifokor yoki poliklinikadan rasmiy yo'llanma oling. Ko'pchilik bevosita katta shifoxonaga boradi. U yerda esa yo'llanma qani deyishadi. Rejali tekshiruv va davolanish yo'llanma muhim. Yo'llanmada tashxis, shikoyat qaysi mutaxassisga yoki qaysi shifoxonaga yuborilayotgani aniq yozilishi kerak. Agar shoshilinch holat bo'lsa, albatta tez yordam chaqiriladi va shoshilinch tartib ishlaydi. To'rtinchi qadam, ikkinchi fikr oling. Agar bitta shifokor operatsiya mumkin emas desa, bu yakuniy hukm bo'lmasligi mumkin. Kardiolog, anesteziolog, jarroh, nevrolog yoki boshqa mutaxassisdan qo'shimcha xulosa oling. Ayniqsa murakkab operatsiya, onkologiya, yurak, buyrak, insult, ortopediya masalalarida ikkinchi fikr juda muhim. Ba'zan bir joyda xavf yuqori deyishadi. Boshqa ixtisoslashgan markaz esa tayyorgarlik bilan qilish mumkinligini aytadi. 5-qadam, shikoyatni to'g'ri yozing. Shikoyatda hissiy gaplar kamroq, faktlar ko'proq bo'lsin. Masalan, falon kuni, falon soatda, falon poliklinika yoki shifoxonaga murojaat qildik. Bemorning yoshi 6-7 da shikoyatlari nafas qisishi, ko'krak og'rig'i, bosim, bik saqar mushiliz. Shifokor ko'rdi yoki ko'rmadi, yotqizish rad etildi. Rad etish sababi yozma berilmadi. Holat bo'yicha tekshiruv o'tkazishni va tibbiy yordam ko'rsatish masalasini qonuniy tartibda ko'rib chiqishni so'raymiz. Mana shunday yozilsa, shikoyat jiddiy ko'riladi. Qayerga murojaat qilish mumkin? Avvalo muassasa rahbariga, bosh shifokor yoki bo'lim mudiriga. Ko'p masalalar shu yerning o'zida hal bo'ladi. Agar hal bo'lmasa, tuman yoki shahar sog'liqni saqlash bo'limiga, viloyat boshqarmasiga, tegishli vazirlikning ishonch telefonlariga, xalq qabulxonalariga murojaat qilish mumkin. Agar bemorning hayotiga xavf bo'lsa, vaqt yo'qotmang, tez yordam chaqiring. Shikoyat keyin yoziladi. Avval hayotni saqlash kerak. Yana bir amaliy maslahat: suhbatni madaniyatli olib boring, lekin o'z huquqingizni biling. Baqirish, haqorat qilish, shifokorni videoga olib qo'rqitish har doim ham foyda bermaydi. Lekin iltimos, yozma xulosa bering. Qaysi protokol asosida rad etilyapti? Qaysi mutaxassis ko'rishi kerak? Qaysi hujjatni to'ldirishimiz kerak? Degan savollar juda kuchli. Chunki bu savollar vaziyatni og'zaki bahsdan rasmiy maydonga olib chiqadi. Oila a'zolariga ham alohida murojaat qilaman. Katta yoshli bemorni shifokorga yolg'iz yubormang. Ayniqsa u eshitishi past, xotirasi sust, bosimi yuqori yoki hayajonlanadigan bo'lsa. Yonida bir kishi bo'lsin. Shifokor aytganlarini yozib olsin. Dorilar nomini aniqlashtirsin. Keyingi qabul sanasini bilsin. Ko'p xatolar aynan tushunmovchilikdan kelib chiqadi. Shifokor aytadi, bemor unutadi, uyga kelib boshqa dorini ichadi. 6 yoshdan keyin har bir odamda shaxsiy tibbiy papka bo'lishi kerak. Ichida oxirgi EKG, qon tahlili, qand ko'rsatkichi, xolesterin, buyrak ko'rsatkichlari, UZI javoblari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati. Allergiya bo'lsa, allergiya ma'lumoti yozilgan bo'lsin. Tez yordam kelganda yoki boshqa shifoxonaga borganda bu papka vaqtni tejaydi. Ba'zan 10 daqiqa ham hayotni saqlab qoladi. Profilaktika bo'yicha minimal reja ham kerak. Yilda kamida bir marta umumiy qon tahlili, siydik tahlili, qand, xolesterin, EKG, qon bosimini nazorat qilish. Qandli diabet bo'lsa, glikirlangan gemoglobin, buyrak, ko'z tubi tekshiruvi. Yurak kasalligi bo'lsa, kardiolog nazorati. Ayollarda ko'krak va ginekologik tekshiruvlar, erkaklarda prostata bo'yicha maslahat. Bu tekshiruvlar odamni kasalxonadan asraydi. Chunki kasallikni og'irlashmasidan tutib qoladi. Eng muhim ogohlantirish.
internetdagi mish-mishlarga tayanib davolanishni to'xtatmang. Oltinidan keyin baribir davolashmaydi deb dori ichishni tashlab qo'yish, shifokorga bormaslik, uyda xalqona usullar bilan vaqt yo'qotish juda xavfli. Qon bosimi dorisini tashlab qo'ygan odam insult bo'lishi mumkin. Qon dorisini ichmagan odamda koma xavfi oshadi. Yurak dorisini to'xtatgan odamda infarkt xavfi ko'payadi. Mish-mish sog'liqni saqlamaydi. Aniq tashxis va nazorat saqlaydi. Men bugun sizga asosiy fikrni aniq aytdim. 16 yoshdan oshgani uchun odamni davolamaslik mumkin emas. Yosh tibbiy qarorda hisobga olinadi, lekin yagona sabab bo'la olmaydi. Agar xavf bo'lsa, shifokor buni tahlil, xulosa va hujjat bilan tushuntirishi kerak. Agar joy, kvota yoki navbat muammosi bo'lsa, bemorga tartib aniq aytilishi kerak. Agar shoshilinch holat bo'lsa, yordam kechiktirilmasligi kerak. Siz esa og'zaki rad javobiga rozi bo'lib ketmang. Yozma xulosa so'rang, hujjatlarni yig'ing, yo'llanma oling, ikkinchi fikr oling, kerak bo'lsa rasmiy shikoyat yozing. Eng muhimi, katta yoshli yaqinlaringizni endi qaridi deb e'tiborsiz qoldirmang. Qarilik kasallik degani emas, qarilik davolanish huquq tugadi degani ham emas. Agar siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi muassasada qanday javob berishdi, muammo qanday hal bo'ldi. Bu boshqalarga ham foyda bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni 60 yoshdan oshgan ota-onasi, buvisi, bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot bir kun kelib kimningdir sog'lig'i va hayotini saqlab qolishi mumkin.